Voy, yondi-ku bu. Bilmasdan yoqib qo'yinma. Zavod qiling, ketdi. Va alaykum assalom. Откуда вы? Qozog'iston. Kстати. Xuddi shu katta bahaybat dron yig'ilib, kapsulaga aylanib, shu mashinaga kirib ketadi desam, ishonasizmi? Menimcha, aynan shulardan olib kelsa, biznesni bosib yuboradigan joy bo'lsa kerak. Xuddi shu avtomobilni harakatlangan videosini internetda roligini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu avtomobil harakatlanib keladi va avtomobilning orqa qismidan xuddi shu ko'rinishdagi dron chiqib, siz bu dronni uchib ketsangiz bo'ladi. O'zbekistonda yaqinda aerotaksi joriy qilinadigan e'lonni o'qigan edim. Kim biladi deysiz? Tez kunlarda O'zbekistonda xuddi shunaqa ko'rinishdagi dron mobillarni uchratishimiz balkim mumkin bo'lib qolar. Bilmasdan dron aerotaksini zavod qilib qo'yinma. Uchib ketdi qo'liga. 300 ming dollarlik yoki 2 million yuan turadigan uchuvchi qurilma 2 kishilik bemalol xarid qilasiz.